Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar. Demak, ko'rib turayotganingiz yana o'sha qonun haftaligi rukni ostida e'lon qilib boriladigan video reportajimiz. Demak, bu reportajda biz o'tgan hafta davomida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasidagi normativ-huquqiy hujjatlar va ularning asosiy elementar mazmun-mohiyyatlari haqida gaplashib chiqamiz. Demak, boshladik. Joriy yilning 23-iyun kunidan 29-iyun kuniga qadar mamlakatimizda demak 7 ta normativ-huquqiy hujjat, jumladan bitta O'zbekiston Respublikasi qonuni, ikkita O'zbekiston Respublikasi Prezident farmoni va bitta Prezident qarori, bitta Vazirlar Mahkamasining qarori va ikkita idoraviy normativ-huquqiy hujjat qabul qilindi. Ushbu hujjatlar ichida ayniqsa banklarda to'lovga qobiliyatsizlik holati yuzaga kelganda ularning o'ta muhim vazifalari uzluksizligini ta'minlashga, omonatchilar va kreditorlar manfaatlarini himoya qilishga hamda moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan sanatsiya qilish tartib-taomillarni amalga oshirish maqsadida banklarni sanatsiya qilish va tugatish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonuni qabul qilindi. Sanatsiya deganda nima tushunilishi lozim? Sanatsiya deganda kredit tashkilotining bankrot bo'lishiga yo'l qo'ymaslik uchun uning iqtisodiy va moliyaviy holatini yaxshilashga qaratilgan chora-tadbir majmui tushuniladi. Ya'ni bular moliyaviy yordam, sotish, boshqa shaxslarga o'tkazish va boshqalar bo'lishi mumkin. Sanatsiyalash doirasida yo'qotishlar birinchi navbatda bank aksiyadorlari tomonidan qoplanadi. Har bir aksiyador ustav kapitalidagi ulushiga mutanosib ravishda javobgar bo'ladi. Ushbu qonun bilan quyidagi holatlardan biri yuzaga kelsa, bank to'lovga qobiliyatsiz deb topiladi. Mablag' yetishmasligi sababli mijozlar talablari 7 kun ichida qondira olinmasa, bank majburiyatlari uning aktivlaridan ortiq bo'lsa, kapitalning yetarlilik koeffitsientlari yoki ustav kapitalning miqdori qonun hujjatlarida belgilangan eng kam miqdoridan 50% va undan miqdori kamaysa, omonatchilar va kreditorlarning bankka saqlash uchun o'tkazilgan pul mablag'larining saqlanishiga tahdid soluvchi holatlar yuzaga kelsa. Shuningdek, ushbu hafta davomida O'zbekiston Respublikasida mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlari faoliyatini 2030-yilga qadar rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi Prezident farmoni qabul qilinib, endilikda mahalliy davlat hokimiyat vakillik organlarining tashabbuskorligini yanada oshirish maqsadida xalq deputatlari mahalliy kengashlarga quyidagi vakolatlar berildi. Demak, quyidagi vakolatlar quyidagilardan iborat. Davlat ko'chmas mulkidan foydalanganlik uchun ijara to'lovining eng kam stavkalarini belgilash, dafn etish joylarini saqlash qoidalarini va dafn etish xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha tariflar miqdorini tasdiqlash, ijtimoiy muhofazaga muhtoj, ish topishda qiynalayotgan va mehnat bozorida teng sharoitlarda raqobatlasha olmaydigan shaxslarni ishga joylashtirish uchun ish o'rinlarining eng kam sonini belgilash va zaxiraga qo'yish, yo'llarning ayrim qismlarida harakatlanish tezligini oshirishga yoki kamaytirishga tegishli yo'l belgilarini o'rnatishga ruxsat berish. Shuningdek, ushbu farmon bilan quyidagi amaliyotlar joriy etilishi belgilandi. Jumladan, budjet loyihasini ishlab chiqishda mahalliy budjet xarajatlarining muayyan qismini mahalliy kengash deputatlarining bevosita tashabbusi asosida shakllantirish amaliyoti yo'lga qo'yildi. Oliy Majlis palatalar huzuridagi yoshlar parlamentlari tajribasidan kelib chiqqan holda jamoatchilik asosida mahalliy kengashlar qoshida yoshlar guruhlari tashkil etildi. Mahalliy kengash huzurida nodavlat nochora tashkilotlar, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari hamda ilmiy doiralar vakillaridan iborat jamoatchilik asosida faoliyat yuritadigan maslahat guruhlari tashkil etiladi. Mahalliy kengash kotibiyatlari faoliyatini tashkiliy jihatdan qo'llab-quvvatlash maqsadida xalq deputatlari viloyat va Toshkent shahar kengashlarida mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlaridan mustaqil moliyaviy hisob-kitob tizimi joriy etiladi. Xalq deputatlari mahalliy kengash rais o'rinbosari instituti tashkil etiladi. Bundan tashqari, ushbu haftada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mamlakatimizga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etishni rag'batlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining va O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga aliment to'lovlarini undirish tizimini samaradorligini yanada oshirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Shuningdek, mazkur hafta davomida turizm obyektlari hamda joylashtirish vositalarida atrof muhitga salbiy ta'siri kamaytirilgan mahsulotlardan foydalanish va ekologik talablarga muvofiq ko'rsatiladigan xizmatlarni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilinib, ushbu qaror bilan eng namunali yashil turizm obyekti tanlovini tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Endilikda ushbu nizomga ko'ra tanlov turizm obyektlarida bir martalik plastik mahsulotlardan foydalanishda ekologik jihatdan zararsiz
ya'ni bioparchalanuvchi mahsulotlarga o'tish borasida yaxshi natijalarga erishgan. Shuningdek, sohaga oid ilm-fan yutuqlarini amaliyotga joriy etib, zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalangan holda o'z faoliyati chiqindilarini hosil bo'lishini kamaytirish ishlarida alohida tashabbus ko'rsatgan tadbirkorlik subyektlari o'rtasida o'tkaziladi va tanlov hududiy saralash va respublika yakuniy bosqichlaridan iborat bo'ladi. Tanlovning respublika yakuniy bosqichi g'oliblariga bir yo'la to'lanadigan quyidagi miqdordagi pul mukofoti bilan taqdirlanadi. Birinchi o'rin uchun baza hisoblash miqdorining 150 baravar miqdorida. Ikkinchi o'rin uchun baza hisoblash miqdorining 100 baravar miqdorida. Uchinchi o'rin uchun baza hisoblash miqdorining 50 baravar miqdorida. Ushbu hafta davomida idoraviy normativ-huquqiy hujjatlar doirasida jami 2 ta idoraviy normativ-huquqiy hujjat, jumladan O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jalik vazirining karantin ostidagi mahsulotni olib qo'yish, qaytarib yuborish va yo'q qilish tartibi to'g'risidagi nizomning 1-bandiga o'zgartirish kiritish haqidagi va O'zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi direktorining sug'urtalovchilar va qayta sug'urtalovchilarning to'lov qobiliyati to'g'risidagi nizomning 33-bandiga o'zgartirish kiritish haqidagi buyruqlari qabul qilindi. Siz bilan qonun haftaligi ko'rsatuvining navbatdagi sonida uchrashdik. Demak, ushbu ko'rsatuvimizning keyingi sonlarida ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.